Navbatdagi savolimiz bir xatlarni ko'paytirishi vaziyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi vaziyatimizda sonni songa ko'paytiryapmiz. Demak, 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. Bu yerda -10 chiqadi va harflarning darajasi x dan 3 ta, x dan 1 ta ekan. Bu nima degani? X ning 4-inchisi degani. Va keyingisi y ga qaraymiz. Diqqatda, y dan bitta turibdi. Hech narsa yozilmasa bir bor degani va y dan 4 ta turibdi. Bu esa darajalarni qo'shamiz, y ning 5-inchisi bo'ladi. Demak, misolimiz javobi mana shu. Agar mana bundoq bir kasr ko'rinishida berilsa nima qilamiz degan savolga birinchi kasrlarni ko'paytirish qilib yozib olamiz. Sonni songa, harfga ko'paytiramiz. Endi harflarning darajasiga keladigan bo'lsak, a ni 4-inchisi, a ni 1-inchisi turibdi. Demak, bu a ni 5-inchisi bo'ladi va b ni esa 3-inchisi bo'ladi. 2 ga 1 qo'shamiz. Endi sonlarimiz hisoblaydigan bo'lsak, qisqaradigan yo'q bo'lgani uchun to'g'rimi to'g'risiga ko'paytiramiz. Demak, 9 8 bo'ladi. Demak, pastda 8 tepa 9, a ni 5-inchisi, b ni 3-inchisi bo'ldi. Mana shu misolimiz javob bo'ladi. Yoki keyingi misolimizda mana agar mana bundoq uzun bir 4 tali qilib beradigan bo'lsa, sonni songa ko'paytiramiz. 4 kare 5 20, 20 ga 3 ko'paytirsa 60, minusga minus plus bo'lib ketadi. Chunki demak 60 o'zini yozib ketaveramiz. Endi harf masalasiga keladigan bo'lsak, harf n ni 9-inchisi, mana n ni 1-inchisi va n ni 9-inchisi turibdi, n ni 10-inchisi degani. Va mana bu 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak n ning 11-inchisi bo'ladi. M ga keladigan bo'lsak, m dan bitta turibdi va m dan yana bitta turibdi. Bu esa m ning 2-inchisi degani. Demak, mana shu 4 taliklarni ham mana shunday sodda usulda ishlasa bo'lar ekan. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. E'tibor bering, bu yerda bir xatlarni ko'paytirish yana bir nechta darajali vaziyatlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, buni yechishimiz uchun e'tibor beramiz. Birinchi bo'lib mana bu kub turgani uchun kubga ko'tarib olamiz. Ya'ni -5 ning kubi -125 a kub bo'ladi. Va yoniga esa mana shu -3 a ni qo'yamiz. Va endi 125 6 minusga izoh beraman. Manfiy sonning toq darajasi bo'lgani uchun minus qo'yildi. Endi 125 ni 3 ga ko'paytirsak 375 chiqadi. Minusga minus plus bo'lib ketyapti va a ning 3-inchisi va a ning 1-inchisi turibdi. Bu degani a ning 4-inchisi degani. Xuddi shuningdek, demak 0,2 ni mana e'tibor bering, bu yerda kvadrat bo'lgani uchun kvadratga ko'taramiz. 0,4 bo'ladi. 0,4 qilib qo'ymang va keyin bularni 2 kare 2 4 va bs kvadrat bo'ladi. Va keyingisi esa 50 bs kvadrat. Buni esa o'z holicha yozamiz. Va endi navbatdagi misolimizda hosil bo'lgani avvalgi misollarga tushib qoldi. Ya'ni nima degani? Mana sonni songa ko'paytiramiz. Demak, bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Demak, 2 hosil bo'ladi. Endi bu 2b5 esa mana qayerdan kelganini qarang. Mana b ni 4-inchisi va b ni 1-inchisi bo'lyapti. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, b ni 5-inchisi hosil bo'lyapti. Bu yerda esa s ni 2-inchisi, bu yerda s ni 2-inchisi. Bu nima degani? Bu s ning 4-inchisi hosil bo'ladi degani. Va xuddi shuningdek mana pastdagi misolimizga ham qaraymiz. Demak, pastdagi misolga qaraydigan bo'lsak, manfiy sonning juft darajasi bo'lyapti. Shuning uchun minus qo'yilmayapti. E'tibor bering, to'g'ri o'zini yozganman. Va endi bu esa a ning kvadratining kvadrati bo'ladigan bo'lsa, a ning 4-inchisi bo'ladi. Demak, a ning 4-inchisi va b ning kvadrati bo'ladi. Endi mana bularni esa ikkalasini olib kelib qo'yadigan bo'lsak, demak, bizda a ning 6-inchisi, b ning esa 9-inchisi hosil bo'ladi. Va endi hosil bo'lganlarimizni a ni darajalarini alohida qo'shib olamiz. Mana bularni va b ni darajalarini alohida qo'shib olamiz. Demak, 6 ga 4 10 bo'ladi. 4 o'zgarmaydi. -4 qilib yozib ketamiz. Demak, b ni esa 2 ga 9 qo'shadigan bo'lsak, 11 hosil bo'lar ekan. Demak, avval darajali ko'rinishda kelmaganda, endi qanday kelsa nima qilamiz? Mana ikkalasida kelsa nima qilamiz desa, ikkalasini ham darajaga ko'tarib olib, keyin ularni ko'paytirishimiz kerak ekan. Navbatdagi savolimiz, demak, koeffitsiyentlar haqida gaplashamiz. Koeffitsiyentda birinchi navbatda ta'rifi bor. Harf oldida turgan son yoki ko'paytuvchisi o'sha koeffitsiyent deb ataladi. Ya'ni masalan, bitta misol yozamiz. 1,9 bs. Mana shuni koeffitsiyentini toping desa, harfni oldida 9 turibdi. Demak, buni javobi 9 hisoblanadi. Bo'ldi, mana shu koeffitsiyent. Endi har doim sodda berilmaydi. Mana bunaqa murakkabi bo'lsa, agar mana e'tibor bering. Harfning oldida mana -3/2 turibdi. Minuslari bilan olish esingizdan chiqmasin. Demak, -3/2 bo'ladi. Mana shunday qilib ishlanadi. Bu darajani ahamiyati yo'q koeffitsiyentga. Harf oldida turgan son, ya'ni ko'paytuvchi koeffitsiyent hisoblanadi.
aytgancha mana shu a bilan minus a ni doimo esingizdan chiqarmang. Bularning koeffitsiyenti 1 va minus 1. Mana qizilga to'rtburchakka olib qo'yaman. Oldida hech narsa yozilmasa 1 bor degani, hech narsa yozilmay minus qo'yilsa, demak bu yerda minus 1 turibdi degani. Mana oldida 1 bilan minus 1 bor degani. Yozilmaydi ular. Shunda koeffitsiyentini 1 va minus 1 deb tushuniladi. Demak, koeffitsiyent haqida umumiy ma'lumot mana shundan iborat. Navbatdagi savolimizda mana shunaqa koeffitsiyentni aniqlang deb ikkita misol berib ko'rsatib tushuntirmoqchimiz. Ikki xil vaziyatni. Masalan, birinchi sonni songa ko'paytirib olamiz. Demak, 2 ni minus 9 ko'paytsak minus 18 bo'ladi. Harflarning darajasi esa n kub bo'lyapti va x, y, z bo'lyapti. Bizda koeffitsiyent degani harf oldida turgan ifoda edi. Mana shu misolning javobi minus 18 hisoblanadi. Koeffitsiyenti mana shunga teng ekan. Harfi olinmaydi. Yoki masalan pastdagida sonni songa ko'paytiramiz. Ya'ni 24 ni ko'paytiramiz 27 dan 5 ga. Bu yerda 24 bilan demak 27 ni qisqartiramiz va harflarimizni o'zini shu holicha yozamiz. Bu yerda bizga harf emas, oldagi soni qiziq. Demak, hozir 9, 8 kara 5 esa 40 bo'lyapti va a ning 4-inchisi b hosil bo'ldi. Bu degani bizning misolimizning javobi koeffitsiyentimiz 9 dan 40 degan javobni qidirishimiz kerak. Mana shu koeffitsiyent hisoblanadi. Navbatdagi o'rganiladigan ma'lumotimiz oxirgi raqamni topish haqida boshlaymiz. Dastavval 1 ning oxirgi raqami. 1 ning 516-chi degan bitta misolni oldik. 1 ning istalgan darajasini biz bilamiz 1 ga teng. Oxir raqami ham 1, ya'ni o'zi ham 1. Ya'ni 1 n-inchisi ham 1 ga teng, o'zi ham 1 ga teng. Shu payt qoida esimizdan chiqmasin, 1 ning istalgan darajasi 1 bilan tugaydi. Yoki istalgan darajasi 1 bo'ladi desangiz ham xato emas. Demak, xullas 1 ning 2000-chisi deydimi, 2026-chisi deydimi, hammasi demak 1 bilan tugar ekan. Oxir raqamga taalluqli ma'lumotlarimizni davom etkazamiz. Demak, 2 ning darajasi 678 deyapti. Bu nima degani? Demak, 2 ni mana shu darajasini qanday raqam bilan tugashini aniqlashimiz kerak ekan. Birinchi navbatda qoidaga e'tibor bering. 2 ning oxirgi raqamini topish uchun nechtadan keyin oxir raqam takrorlanayotganini topishimiz kerak. Misol, 2 ning birinchisi 2 ga, 2 ning ikkinchisi 4 ga, 3-inchisi 8, 4-inchisi 16, 5-inchisi 32 ga e'tibor bering. 2 уже yana qaytarilish boshladi. 32 ning ikkisi bilan 2 ning 6-inchisi 64, mana 4 tushyapti. 2 ning 7-inchisi esa 8, 2 ning 8-inchisi esa demak 256 bo'lib, buni 6 takrorlanyapti. Xullas, nima demoqchimanki, mana bu yerda 2, 4, 8, 6 yana bir marta takrorlanyapti. 2, 4, 8, 6 bo'lib takrorlanyapti. Va hokazo takrorlanaveradi. U har to'rtada takrorlanavergani uchun biz buning darajasi, ya'ni 678 ni 4 ga bo'lamiz. 4 marta takrorlangani uchun va qoldiqni aniqlaymiz. Bizda qoldig'imiz 2 chiqqani uchun o'sha 2 ning e'tibor bering kvadrati deb yozamiz. Mana qoldiq tepadagi darajasini hal qilib beradi. 2 ni oldik. Qoldiq 2 chiqqani uchun biz bilamizki 2 ning kvadrati 4 ga teng. Demak, mana shu 2 ning 678-darajasining oxir raqami 4 degan xulosaga kelamiz. Agar qoldiq misol uchun 3 bo'lib qolganda edi, unda 2 ning 3-inchisi olinib, javobimiz 2 ning 3-inchisi 8 ga teng bo'lib 8 bo'lardi. Qoldiq nechi qolsa, o'shani olishimiz kerak. Agar qoldiq misol uchun 1 bo'lib qolganda edi, 2 ning 1-inchisi deb javobimiz demak 3.2 bilan tugardi. Endi diqqat bilan e'tibor bering. 2 ni misol uchun aytayapman, 40-inchisi darajasi tursa, 40 ni 4 ga bo'lamiz, qoldiq 0 chiqadi. E'tibor bering, diqqat bilan. Qoldiq 0 bo'lib qolsa, 2 ning 0-inchisi qilmang, xato hisoblanadi. 2 ning 0-inchisi qilmang. Qoldiq 0 bo'lib qolsa, nechtada takrorlansa o'sha javob bo'ladi. Ya'ni o'sha 2 ning 40-inchisi nechtada takrorlanyapti? 4 tada takrorlanyapti. Oxirgisi 6 bo'lgani uchun 3.6 bilan tugaydi deb javob beramiz. Agar qoldiq 0 bo'lib qolsa, nechtada takrorlansa, shuning oxirgisi olinadi. Qoldiq 0 bo'lgan vaziyatda shunday qilib yechiladi.